Tumares? Nimdeysiz bova? Bir işki buyuruptunuz? Yo'q, unutib qoldingmi? Bugun kunga nima? Aras, yakshanba. Topshiriq bilan bo'lib ketib, esimdan chiqibdi. Texi ishlab bo'lamidingmi topshirig'ingni? Hozir yetdim. O'ltiramisa. Sana bugun insonlarning do'sti Qalg'ash haqidagi hikoyani aytib beray. Ajab yaxshi. Men Qalg'ashni bek yaxshi ko'raman bova. Uchar qanot jonu jonivorlar opridi bo'lib uzun o'tmay ularga har xil yem-xashak, oziq-to'liklar taqsim qilinib berilibdi. Biroq yilonning futi bo'lmag'achqa so'rilib mengib taqsimot yig'iniga kechikib qoldi. Buni ko'rgan Sulaymon podshoh uning xohlagan bir oziqlik tepib olishiga ruxsat qildi. Shuning bilan yilon o'zi oziqlik izlamoqchi bo'ldi. Biroq u izda hech bir oziqlik topolmay bechora holga tushib yetibdi. Buni ko'rgan podshoh yilonga ish og'ritib, uning uchun oziqlik izlab yo'lga chiqibdi. Podshoh oziqlikni tepib oldirib ketib etib, Qalg'ashni ushirtib qopti. Hey pasha, nima chaldirish? Ozroq oramelik mamamsan. Bo'lmaydi, ilon akamman qaratli qoldi. Voy, nima chiqasan onunga? Qaratmas nima bo'ladi? Nima naqchilmaydansan? Ilon akamman puti yoqtirsa, onunga yordam qilmasam bo'lamdi. Hey, onunga sabi nima yordam qilyapsan? Onun uchun oziqlik tepib, shu xabarni yetkazay deb ketyapman Qalg'ashga. Shunday qilib, nima topdingiz abi? Odamning qinini. Ha? Men qara pasha. Sana ko'nglimdakin desam, sening bu ishing bir jinoyat. Nima? Bilishing kerakki, dunyoda g'alchilikdan eski ish yo'q. Chunki tayyor topni g'alchilar paydo qiladi. Uning ustiga hayotlikning sardori bo'lgan odamni ziyon uchirtishga qanday ko'ngling dedi? Voye, menga aqli yetmaydi, men ishimni qilaman. Odamning qini totliqmikan? Ajoyib totliqkan. Mapayi? Ishonmamsan, odamning qinining ta'mi og'zimda bor, ketib baq bo'lmasa. Chiqaratilani. Hey paşa, nima hayal bo'lasan? Menga qanday oziqlikni xabarda kelding? Hey, gap qildingmi? Hey, so'ram. Gapni tuzuk qil. Ona men qaraqalg'ida men bilmayman. O nima deydi? O dunyoda hammadan taqamakini topib bermaydi. Quruq gap. Men bilmaydigan paqimi u? Atidin kash kishi patqoqda yursa, uning qini tatib qiladimi? Mana nima qilsan? Sening g'alchang shunday qilsa, ishonmasang, o'sha go'chidan so'rab bilib ol, tayyor top. Senlarni topi obdan bopildim g'o kasofatlar. Shundoq qilib Qalg'ash insonlarga cho'ng bir yaxshilik qilgan ekan. Kishilar Qalg'ashning bu ishini uqqandan keyin o'z o'ylaridan o'rin berishibdi. Qalg'ashlar shundan e'tiboran odamlar bilan